Yomon ta'riflayman-da. Ana bir so'z bilan ta'riflab bering. Juda chiroyli, qulay, shinam. Men aslida 5-A yotoqxonada turaman Yunusobodda. Meni yotoqxonam eng zo'ri. Bilmadim. Eshik yaxshi. So'rayapti. Anaqa qizni to'xtatib turib so'ramoqchi bo'ldim. Ajoyib. Yotoqxona juda ham zo'r. Yotoqxonani bir so'z bilan ta'riflab bering. Yotoqxona nima? Qo'y. Super. Yaxshi hamma joyi, sharoitlari. Mani eng yaxshi yotoqxonalardan, hamma sharoiti bor. Hamma qizlar inoq ahil yashaydi. Yotoqxonani bir so'z bilan ta'riflab bering. Ko'p qora do'stlar. Komfort. Yotoqxonamiz yaxshi. Hamma sharoitlari bor. O'quvchilar qulayliklari anchagina. Yotoqxona do'stlik. Hamma sharoitlar bor, zo'r joy. Yotoqxonani bir so'z bilan Yotoqxona bu do'stlar davrasi, vaqtda chog' o'tkazish, yangi qirralarda ochishdi. Yotoqxona qulaylik. Yotoqxona idealniy ikkinchi uyim. Hamma jamlanadigan joy, oshna og'aynilar deganday. Yotoqxona yaxshi. Yotoqxona direksiyadagi hammaga rahmat shuncha qilib berganlar uchun.